İnsanlar, cümleden dünyadaki barlıq canlıqlarda ölümge nisbeten bir xil tug'ma vahima mavjud. Ölüm hammaning oxirlashganligidan derak berdi. Undaqda odam o'lishdan burun qanday odat shakllandi? Odam o'zining o'ladiganligini his qila olamdi. Odam o'lishdan burun qanday tuyg'uda bo'ladi? Bu ilm-fan sohasidagi tajriba ilib berish intayin qiyin bo'lgan masala. Odam o'lgandan keyin bir tan qoladiganligini hammamiz bilamiz. Ba'zi bir o'lim girdobidan qaytib kelgan bemorlar bu sirlarni yechishimizga yordam berishi mumkin. Amerikalik psixolog Remote doktor ölüm ağzından qaytib kelgan 150 nafar bemorni tadqiq qilish orqali ajoyib bir xil hodisani bayqagan. Nurg'un o'lim girdobidan qaytib kelgan bemorlarning tasviriga asoslanganda ular dunyodan ayrilish oldida o'z hayotini tez suratda eslab chiqargan. Bo'lib bu kichik hayotdagi cho'ng voqealar bo'lib, muhabbat, to'y, ota-ona va avlodlar qatorliqlar. Yana ba'zilarning aytishicha, ular o'zining badanining bo'shliqda laylab turganligini aytgan. Ham ko'zni chaqintadigan nurni ko'rgan. Lekin bizning yanada odam o'lgandan keyin zodi nima ish yuz berganligini bilishga to'liq isbotimiz yo'q. Chunki o'lim oldidagi sezim bilan o'lim o'rtasida mohiyatli farq mavjud. Turli tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, oz bo'lmagan o'lim girdobidan qaytib keluvchilar o'lim oldidagi tez suratda ko'rgan ishlarning faqat tushiga o'xshab ketadiganligini aytgan. Buning bilan olimlar buni cho'ngmingning g'oyat zo'r besim ostida paydo bo'lgan tush bo'lishi mumkin deb qaragan. O'lim girdobidan qaytib keluvchilarning bu tushlarini esib tutib olishi ularda ajoyib bir xil tuyg'ularni paydo qildi. Odam o'lishdan burun badanda belgilik ogohlantirish signali bo'ladi. Kallis saygak odam balkim o'zining eng oxirgi chekda ekanligini tunib yetalishi mumkin. Uningdan keyin odam bora-bora sezimini yo'qotib, o'lib ketadi. Ammo o'lim butunlay hammaning oxirlashganligidan derak bermaydi. Chunki odamni tashkil qilgan ba'zi atomlar butunlay yo'qolib ketmaydi. Atom o'lmaydi. Ular yana tabiatga qaytadi. Ularning ma'lum qismi yana boshqa hayotlikning bir qismi bo'lib qolishi mumkin. Entropiya qonuniga asoslanganda dunyodagi barliq shaylar o'limdan qochib qutulolmaydi. O'lim barliq jonliqlarning saqlangulik bo'lmaydigan oqibati. Qadimdan hozirgacha son-sanoqsiz kishilar o'limning maxfiyatini izlashga uringan. Lekin o'lim oldida har qanday odam mutlaq barobar. Garchi biz uningga yuzlanishni xohlamasakmi, lekin u hamon yetib keladi. Insonlarning hayotlik musofasi qisqagina necha 10 yil. Odam nuqtasidan aytganda, balkim insonlarning hech qanday ahamiyati bo'lmasligi mumkin. Ammo ota-onangiz, sevginingiz, farzandlaringizga nisbatan siz ularning borligi. To'g'ri, insonlar intayin kichik. Kichik bo'lgan bilan bizda yanada mehr muhabbat mavjud. İnsanlarning ulug'ligimi dal uning mehr muhabbatli bo'lganligida.